Bizning ikki zo'r diniy bayramlarimiz bor. Unda bo'lsa Uraza ham Qurban bayramlarimiz. Sabanto'y milliy ham bu bizning milliy bayramimiz, ham bu bizning urf-odatlarimizdan. Shariatimizda shunday bir qoida bor. Bir urf-odatimiz shariatga qarshi kelmasa, albatta uni saqlarga kerak. Shunga ko'ra biz saqlaymiz. Boltash rayonida masalan yilda bolalar musulmon Sabanto'y o'za, ana so'ng boshqa rayonlarida da o'tkazadilar. Shunga ko'ra bunda dinimizga bir nechta qarshiligi yo'q. Shunga ko'ra bayram bilan qatnashganimiz bor. Bu ozgina to'ya qo'lqish kerak edi. Balki shunga ko'ra bo'lib chiqmadi. O'yinlar tugul biz kirish bilan shug'ullanamiz, kirish yaratamiz. Esda qolgan nega bo'lak o'tganimiz bor, Sabanto'y bayrami. Bo'laklar bek olmadik. Butun bo'laklarimiz kichkina edi, shunda vaqtiga tasbihlar, tubataylar shulgina